Sizning biznesingiz qog'ozda juda foydali ko'rinishi mumkin, lekin kassa bo'sh bo'lsa, bu foydaning hech qanday qiymati yo'q. Bugun biz biznesning yashab qolishi uchun eng zarur metrika cash flow, ya'ni pul oqimi hisoboti haqida gaplashamiz. Cash flow bu pul mablag'larining real vaqtdagi harakatini ko'rsatuvchi hisobotdir. Agar P&L foyda darajasini aniqlasa, cash flow pulning qayerdan kelib, qayerga sarflanganini aniq ko'rsatib beradi. Bu hisobot nafaqat kundalik operatsiyalarni, balki investitsiyalar va moliyaviy majburiyatlar bilan bog'liq pul aylanishini ham qamrab oladi. Uning asosiy vazifasi korxonaning to'lov qobiliyatini va likvidligini, ya'ni kerakli vaqtda hisob-kitoblarni amalga oshira olish imkoniyatini baholashdir. Amaliyotda ko'p korxonalar qog'ozda katta foyda ko'rsatsa-da, aynan naqd pul yetishmasligi, ya'ni kassa uzilishi sababli inqirozga uchraydi. Shuning uchun cash flow nazorati bu biznesda ham, shaxsiy moliyada ham xavfsizlikni boshqarish demakdir. Lekin pulning bor yo'qligini bilish hali hammasi emas. Biznesning umumiy holatini to'liq tushunish uchun sizga 3-yakuniy hisobot balans kerak bo'ladi. Aynan balans hisoboti biznesingizning barcha aktivlari va majburiyatlarini bir nuqtada birlashtiradi.